Amerikada xizmat tepish hikoyam. 2011-yil yozilgan yozma. Amerikaga kelish bir gap. Bu yerda xizmat tepib yashash yana bir gap. Vatanda oliy maktabda o'qib xizmat topolmasang, uni ma'lum sabablardan ko'rasan. Ammo Amerikaga kelib jafo tartib o'qib xizmat topolmasang, u yana bir gap, odamning ruhini tushiradigan ajoyib qamlashmagan bir gap. Men Amerikaga qadam bosgan chog' 1997-yilining oxiri bo'lib, Bill Clinton prezidentligidagi Amerika iqtisodi umuman yaxshi bir chog'lar ekan. Mening bu yerga kelib his qilganim jamiyatda umid, kishilarning chehrada xo'shallik. Ammo meningda tengirqash bo'ldi. Chet ellik o'quvchi bo'lganim uchun sirtqi qonunli xizmat qila olmaydi ekanman. Mendan burun kelgan tangtushimdan birisidan qara ish qilsam bo'ldigan bo'lmaydiganligini so'rasam, ko'chmanlar idorasi bilib qolsa, seni chegaradan chiqarib etadi, dedi. Qonunsiz ish qilib qo'lim ketib qolmay degan andishida boshqa yerdan ish izlashga jur'at qila olmay bir oz qiynalib qoldim. O'zim bu kitob xaltisi odam emas edim, ammo kitobni bak chiqib o'qib ketsa, odamning o'ylaydig'ini ko'p bo'lib ketib, ehtiyotchan bo'lib qolamdi, ish qilib ehtiyot qildim. Qara ish izlamadim. Amerikan ko'chmanlar qonunida F1 vizasi bilan kelgan o'quvchilar maktabdan xizmat tepib haftasiga 20 soat ishlasa ruxsat qiladi ekan. Birisiga ish tepilgandan keyin ijtimoiy sug'urta nomeriga iltimos qilsa bo'ladi ekan. Ammo men vatandagi qashillarning tufaylidan maktabga kechikib kelgachga kuz mavsumida maktabdan ish topolmadim. Yanchug'imga qarasam, namratchilik manqisini eqitib ko'nglimni elishtirgili turdi. Shuning bilan ko'rayotgan kunimni, "O atangdan ko'ragi, ne qilsang qilbaysan be? Boshimga ne kelsa ko'rim" deb qarg'izchilab, Xitoylarning yakshanbalik gezitidan birini setib olib, qara ish izladim. Arqaga chekinish yo'ling bo'lmagandan keyinla ramkalardan qutulib, oldiga tavakkul qilib mangdi ekansan. Shunlashqa qadimgi janglarda pishqan generallar jangda dushmanini mag'lub qilib, ma'lum pallaga yetganda qoldiq dushman kuchlariga chiqish yo'li berishgan ekan. Chunki hayotga umidi qolmagan odamlarda jon tikib qarshilik qilish iddiasi kuchli bo'lib, raqibini zo'r talafotga uchirdi ekan. Mening shu jo'dagi ahvolimda umidsizlikdan to'laroq ansizchilik ko'p edi. Ansizlik cho'kkan odam salli diqqat qilmasa, umidsizlikka va tushkunlik qul bo'ladi ko'pincha Allohda. Xitoylarning Amerika ko'chman bo'lish tarixi uzun. Ular qaysi yerga borsa to'plashib o'ltiraqlashidi. O'zlarining mahallari va bozorlarini qurishidi. Yangidan kelganlarni o'zlarining kichik egliklarga singdirishib ketishidi. Men bir tarafdan gezitga qarab, u yer bu yerga telefon qilaman. Yana bir tarafdan Chinatown, ya'ni Xitoy bozoriga berib ish izlayman. Bostonda mendan burun kelib turib qolgan biror Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, balkim men bu darajada qiynalib ketmas bo'lg'aydim. Chunki Uyg'urning qayashida, ham mening nazarimda bir haqiqiy Uyg'urda kishining yurtida uchrashgan yana bir Uyg'urga odamgarchilik va mehribonlik ko'rsatgudak fazilat bo'ladi. Qo'limda Urumchida aeroplanga chiqqanda aeroplan stansiyasi bergan qizil ranglik asma sumka bor. Uni mo'ramga solib, Xitoy bozoridagi men telefon bergan kelgin ko'rib baqayli degan yerlarga, ko'pinchisi oshxonalarga kiraman. Ular meni ko'rdi. "Nima ish qila olaysan?" deb so'rashdi. Men pul yig'ib bersam, kutkuchilik qilsam bo'ladi, bo'lmasa qochib yursam bo'ladi deyman. Ular keyin kel u o'rinlarga odam to'liq deydi. Albatta ular go'shtchanab tamoq ab desa, o'zimni chanib etib ketib qolaman-da.
Shu yili kechkuzning sovuq shamli qattiq bo'lgan edi. Chapanni yelin kiyib olibdikanman. Kunlab ish izlab, ham harg'inlik, ham g'ussa, ham ig'izga tetig'idek tamoq yo'qlikdan paydo bo'lgan ochliq qo'shilib, og'ribma qoldim. Uyni ijarga bergan odamning opasi ahvolimni so'rab chiqib, meni uyg'otib, o'zimning qozon va qachamda tuxum sho'rpisi qilib bermagan bo'lsa, o'lib qoladimikin tang, uni Xudo biladi. Shu chaqlardagi ko'rinishlarni aslasam, hozirmi tinim jig'ildaydi. Men u chaqda ba'ayni daraxtdan sarg'ib, patqaq tushib ketgan yaproq. Tenimga mag'dur kirib, ozroq o'ngshalgandan keyin yana ish izlab telefon urishga boshladim. Oxiri fujanlik birisining Bostondan yiroq Woburn degan yerga qurib olgan tansida ishlaydigan xizmatni topdim. Soatinga $5 naqd pul berman dedi u kishi. Ammo u yerga berib kelishga ketgan vaqtni hisoblab ko'rsam, ish haqqim soatimga $3 atrofida to'g'ri kelibdi. Shuning bilan Rojdestvo bayramining oldi keyinida oz to'la pul tepib oldim. Demak, sharoitli bo'ladi ekan, yo'lini deb qoladi ekan, nurg'un kishi turmushini izg'i silib ketalaydi. 1998 yil yanvarda mening Amerikadagi o'qishim rasmiy boshlandi. O'qish boshlanish bilanla darsga berilib ketdim. Chunki mening butun xayolim yaxshi o'qib, sentabrda to'liq o'qish mukofotiga erishish edi. Maktabdan ish izlashga ko'ngil bilmay qoldim shu tufayli. 1-2 oy o'tgandan keyin ish izlasam, ish qolmabdi. Maktabchidagi ishlar yoki maktabning kompyuter tajribaxonasida yoki bino saqlaydigan yoki kutubxonada kelgan xatchaklarni ayiradigan ishlar ekan. Shuning bilan xuddi birisi so'g'oq suv ichib tish ko'chlagandek yanchug'imdagi barg'ansir tugab ketayotgan pullarimni avaylab xajlab, shu yili iyunda vatanga sog' salomat ketib oldim. Vatan degan vatanda. U yerda och qolmaysan. Yiqilib tushsang, yo'lab qo'ydigan ota-ona va qarindoshlaring bor. Uning ustiga men amdili 27 yoshdan halqib, 28 yoshga qarab mangan edim. Yurgan qizim ham mening qaytib kelishimni kutayotgan edi. Shu yili iyulda yurtga qaytib beribla, xo'shalik xo'ramliqqa cho'mgan to'y murosimimizni o'tkazdik. Dinimiz yosh o'g'illar balog'atga, qizlar bo'yga yetganda nikoh o'qish orqali to'ylashni buyuruydi. Chunki oilaning barkati ulug'dir. Men shu yili sentabrda vatandan qaytib kelgandan keyin oldi bilan maktabning kutubxonasidan xizmat topdim. Maktabning soatlik ish haqqimga berdig'ini Massachusetts shtatining shu vaqtdagi eng tuvan ish haqqi $5.25 tiyin ekan. Ish topgan haftasidan boshlabla maktabda haftasiga 20 soatni ishlashga boshladim. Bir tarafdan ishlab, yana bir tarafdan yaxshi o'qib, shu mavsumlik natijamni yuqori ko'tardim. Natijada men o'qishga kirib 2 mavsumdan keyin fakultet menga to'liq o'qish mukofot berdi. Ya'ni haftasiga 20 soat yordamchi o'qituvchilarning ishxonasida o'tirardim. Koreyaliklar pushtidan bo'lgan professor Kimning yordamchisi bo'lib, uning o'rnida uning o'quvchilariga dars takrorlab berardim. Yoki topshiriq ishlashda qiynalgan bolalarning savollariga javob berardim. Buning uchun 2 haftada bir qatam $700 dan jiqroq pul berishdi. Buning bilan iqtisodiy ahvolim yaxshilanishga qarab yuzlandi. Egamga ming qadri shukri. Pul berilgan ishning hammasi bo'libmi, maktabning ichida o'quvchi sifatida ishlagan ish haqiqiy ma'nodagi xizmat hisoblanmaydi ekan bu yerda. Amerikaning oliy maktablarini bitirgan chet ellik o'quvchilarning Amerikada xizmat tepish jarayoni mundaq bo'ladi. Unvonni ilishga oz qolganda xizmat izlashga boshlaysiz. Sizni biror idora yoki shirkat xizmat salohiyatingizni hal qilib berish sharti bilan ishga olsa, u chaqda sizning ta'limingizning o'ngdan kelgini. U chaqda sizning vizingiz o'quvchilik vizi F1 dan xizmat vizasi H1B ga o'zgaradi. Agar undaq bo'lmasa, 1 yillik ixtiyoriy amaliyot tarbiyasi programmasiga iltimos qilasiz. Amerikaning ko'chmanlar idorasining chet ellik o'quvchilarga bu xil tanlashni berishi bir xil dana siyosat ekan. Chunki har xil orqa ko'rinishga va har xil iqtidorga ega chet ellik o'quvchilar har qaysi davlatlardan kelgan bo'lib, ularning olgan diplomi o'xshash bo'lsa-mu, ammo til,
kasbiy va amaliy xizmat iqtidorida farq bo'lganlikdan ham haqiqiy mahorat amaliyot jarayonida yetiladigan bo'lganlikdan ularning Amerikada oliy maktabda o'qigan bilimlari jamiyatda qo'llanib amaliyotni boshdan o'tkazish uchun 1 yil praktik qilishiga fursat yaratib berdi ekan. Men kelgan fakultet doktorlik programmasini 2 yil burun to'xtatib qo'ygani uchun ham men bu yerdagi iqtisod ilmining doktorlik programmalarini yaxshi bilib ketmaganim uchun faqat 2 yil maktabning pul muomala kasbiga iltimos qilgan edim. Bularning biri Claremont Graduate University. Maxsus aspirant doktorlarni tarbiyalagan universitet. Men u maktabning o'qish pulimni ko'tarib o'tgan mukofotiga erishdim. Lekin ular menga turmushimga xarjlashga pul bermadi. Shu yili ayolim yanıma kelgani uchun ham amaliy xizmat tajribasini yetildirish uchun doktorlik o'qishdan voz kechib, Boston atrofidagi shirkatlardan xizmat izlashga tushdim. Oldi bilan ko'chmanlar idorasiga xizmat praktikasi qilishimga ruxsat bersin uchun iltimos sundimda, darhol xizmat izlashga tushdim. Amerikada xizmat izlash uchun munosabat ketmaydi. Oldi bilan qisqacha tarixingni bir betga meg'izlik qilib yozib chiqsan. Bu bir betga sen o'zingning ma'rif tarbiyasi, unvoning, maktabda o'qigan muhim darslar, o'ttirchi natijang, xizmat tajribang, alayda ko'z ko'rinarlik natijang va hamda kompyuter bilimlari saviyaring, ilmiy tashkilotlarning a'zosi yoki emasliging deganliklarni yozsan. Ondan o'zing qiziqqan xizmatga, nemishqa shu shirkatga, shu xizmatga qiziqqanligingni bayon qiladigan xatni tayyorlab, bularni avatsan. Agar biror o'rin sana qiziqsa, sening kimliging, xaraktering, qobiliyating haqida boshqalardan 2-3 parcha to'lintirish xatini elib, sening u yerga berishingni so'raydi. Yangi maktab bitirib chiqqanlar odatda o'zining dars o'tgan professorlardan bu xatni so'raydi. Azroq xizmat tajribasi borlar o'zlarining xizmat o'rnida o'zlariga bosh bo'lgan odamdan yoki yaqin deb qaragan xizmatdoshlaridan so'raydi. Amerikalik kishilar bir odamga to'liq ishonmasa, u odamga to'nishtirish xatini aldirab yozib bermaydi. Chunki ular notonish yoki inovat durust bo'lmagan odamni yaxshi yerga tanishtirib qo'yishni va shu orqali o'zining gapining jamiyatda arzimas bo'lib qilishini xohlamaydi. Vatanda men u ishlarga yo'liqib boqmagandan keyin atrofimdagi boshqalar qanday qilsa shuni to'g'ridim. Ya'ni oldi bilan maktabning xizmat mulozimat markaziga bordim. U yerdagi materiallarga qarab, Bostondagi qaysi shirkatlar iqtisod kasbi o'qigan odamlarni xizmatga oladi, uni xotirlashga boshladim. Ondan qisqacha tariximni boshqalarnikiga qarab turib, to'g'rab yozib chiqdim. O'zing yangilik yarata olmagandan keyin to'g'rashga majbur bo'ldi ekansan. Ondan monster.com degan tortdan xizmat izlab, ko'nglimda menga muvofiq deb qaragan xizmatlarga iltimos qilishga boshladim. Shuning bilan birlikda maktabning cho'nglar ma'rif institutida dars o'tishga iltimos qilib qo'ydim. Biroq keyingisi bir haftada 3 soat o'tadigan dars bo'lib, uningdan kirgan pul bilan uy ijorasini ko'targil bo'lardi. Cho'nglar ma'rif institutidagilar men bilan ko'rishib savol so'ragandan keyin shu yil yozdan boshlab dars o'tishga taklif qildi. Dedim. Shu asnoda mening 1 yillik praktika qilishimga ruxsat xat yetib keldi. Uni elib texnik dodil xizmat izladim. Boston rayonidagi bir necha banka va shirkat meni o'zlari bilan ko'rishib beqishga taklif qildi. Ammo har barg'inimda yoki tajribasizlikdan yoki ko'p bilarmanlik qilib ketdimmi, yoki ular menga xizmat vizasi bejarib berishni egri ko'rdimi? Chunki idora xizmat vizasi bejarsa, belgilik chiqimlarni ustiga olish kerak. Ish qilib o'ngishlik bo'lmadi. Shuning bilan Robert Half International degan shirkat chiqargan bir e'lon iltimos sundim. Ular meni darhol idorasiga chaqirdi va 2 ayol bir mening bilan so'zlashib baqqandan keyin menga xizmat beradigan bo'ldi. Yana ular soatimga $13.83 naqd beradigan bo'ldi. Hisoblab ko'rsam, haftasiga qo'limga bajni chiqarib o'tib $500 tegsa, $2000 tegadi ekan. O chaqda $1 Xitoyning puliga 8 yuan 30 tiyin bo'lib, texi 2 yilning oldida vatanda $56 oladigan menga bu maosh ko'p ko'rindi. Uning ustiga cho'nglar ma'rif institutidan keladigan pulmi bor dexa menga. Men ular bergan xizmatni qabul qildim. Keyin o'qsam, bu bir vosita shirkat bo'lib, bular idora jamiyat va shirkatlarga qisqa muddatli xizmatchi kerak bo'lib qolganda, shularga odam tepib berdi ekan. Ya'ni boshqalar men qilgan ish uchun
Bularga har soatiga 20-25 dollar atrofida pul to'laydi ekan. Bu shirkat o'zining haqqini tutilib, ondan menga 13 dollar 83 tiyinni bergan ekan. Bular meni xristian dindikilarning xayr-saxovat organi bo'lgan Salvation Army, ya'ni qutqaruvchilar armiyasi degan yerga ishlashga avatdi. Bu yerda diniy kayfiyatni ayt kuchli ekan. Bu organ harbiy tuzum bo'yicha boshqarilgan bo'lib, kadrlari komandir, kapitan deb ayrildi ekan. Asosli mulozimati shaxsiylar, idora organlar va shirkatlar iyoni qilgan pul va moddiy ashyolarni jamiyatning eng tuvan qatlamidagi nomrodlarga va ojizlarga taqsimlab yetkazdi ekan. Bular har kuni ishga tushishdan burun birlikda duo o'qiydi. Men ularga hurmat bildirib sukut tuturman. Bu yerda ishlaydigan kishilar konservativroq keldi ekan. Xizmatchilarning o'tirisida yoki kulki chaqchaqmi yo'q. Yosh qizlari, ya'ni biz kinolarda ko'rgan qizlarning dal aksicha. Lekin mening xizmatim eng dastlabda bu idoraning moliya xizmatini ishlaydigan Anni Chakijan degan erman ayolga yordamlashish bilan boshlandi. U meni har turli ishga soladi. Pul sanat qildi, hisobot qildi, haqdan kelgan xat cheklarni ochqizdi. Shunday qilib, ishga berib 1-2 oyning ichida xilli herib charchab qoldim. Keyinchalik bu ayol meni buxgalterlikning boshqa ishiga solg'iltirdi. Oradan 2 oy o'tganda qilayotgan ishimga nisbatan haqning oz ekanligini his qilib, meni qabul qilgan bosh shirkatga telefon qilib, xizmatdan to'xtayman dedim. Nimishqa dedi ular. Ko'p ishni qilganim bu tushliq, ish haqi oz. Undaqda soatiga 2 dollar qo'shib bersak ishlamsan. Meni tayyor saqlab turadigan ish nada? Uning ustiga bir yerda 2 oylik ishladim deb qisqacha tariximni yozsammi, kulkilik ko'yiladi ekan. Shuning bilan bo'ladi deb yana davomli ishlaverdim. Bir kun mundaq bir ish bo'ldi. Bu yerga avatilgan iyona pul avval birisining qo'lidan o'tib, ondan bizga keladi ekan. Men qo'limga tekkan pullarni sanab, xotirlab, oxirida ma'lum qildim. Nemishqidir dal 10 dollar kam chiqdi. Qayt sansam yana shu pul kam. Bir qarmoqqa 10 dollar hech gap emas. Ammo u yerdagi masala 10 dollar emas, balki boshqalarning menga bo'lgan ishonchi dedi. Men ahvolni oldi bilan Ani degan ayolga ma'lum qildim va dedim: "Uqmadim, nima bo'ldi, ammo 10 dollar kam chiqdi, men to'lab beray." Mening tatirib ketgan chiroyimga qarab Anining ish og'irdi bo'lg'ay, darhol idoraning boshlig'iga ma'lum qildi. U kishi birdamdan keyin nima kelib dedi. Balkim boshqa bir aylan xato hisoblab ketgan chig'i. Biz buni ko'tirib o'tayli. Shundaq dedi-da, bir qog'ozni elib, yana bir boshliq ayol bilan ikkisi imzosini qo'ydi. Lekin shu kuni men uyga chivin yabalgandek bo'lib qaytdim. Mening shu ishdagi astoyligim Anni degan ayolga ta'sir qilgan chig'i, shundan keyin bo'lakchilik yaqinchilik qilishga boshladi u menga. O'zi 50 yoshlardan oshgan ayol bo'lib, boshqa bir xizmatchining aytib berishicha, bu ayolning Bostondagi yaxshi rayonlarning biri bo'lgan Watertown degan yerda $1 million dachisi bor ekan. Uydagilarning hammasi yaxshi xizmat ekan. Ani o'zi Arabga o'xshaydigan ayol bo'lib, Iordaniyada tug'ilib o'sgan arman pushtin ekan. Yo'ldoshi Turkiyadan kelgan arman bo'lib, ularni dastlabida Amerikaga kelganda bak japa tartgan ekan. U menga bularni so'zlab berdi. U mening qaysi xalqdan ekanligimni so'rab edi. Uyg'ur desam bilamdigan. Bostonga tunji qadam bosgan kuni Uyg'urni bilmagan bir arman ayolga Uyg'ur degan Turkiy xalq beyaz deb qo'yib tilinib ketganim. Tilinib ketganligimdek ochiq xotiram bo'lgani uchun Anining savoli xuddi Nasriddin apandim pardasi savol bilan javob berdim. Mo'ng'ullarni bilamsiz? Ha dedi u. Ha, biz shu Mo'ng'ullarga yeziq ijod qilib bergan xalq. Lekin shundaq desam yana uqmadi. Okay, deb beshimni cho'kirib, ishimni yaxshi ishlaverdim. Navbatdagi dunyoda Mo'ng'ullarning dushmani yo'q ekan. Bu ayol meni Mo'ng'ulga o'xshash xalqdan ekan deb o'ylab qoldimi? Menga xilli qizg'in bo'lib, hatto amerikaliklarning rahmat aytish bayramida uyida o'tkazmoqchi bo'lgan o'ltirishimni taklif qildi. Bir kuni parang oralig'ida men uningga o'zimning musulmon ekanligimni aytdim va chiroy ifodasiga qaradim. Hech qanday o'zgarish yo'q. Chunki Iordaniyada musulmonlar bilan o'ynab cho'ng bo'lgan bo'lib, musulmonlarning aska emasligini biladi ekan. Shu yili 1999-yili Turkiyada yer davrab nurg'un odam qazo qildi. Bu xabar shundoq taralishi bilan bu ayol ishxondagilarga tavsiya qildi. Bugun Turkiyada yer davrab nurg'un odam o'ldi. Biz Xudodan ular uchun osonlik tilab duo qilaylik.
Şunun bilan hammamiz o'rnimizdan turib sukut turdik. Ular o'zlarining Injildan bir nimalarni o'qidi, balkim men o'zim bildigan oyatlarni o'qib duo qilishdik. Men shu ishdan keyin anining haqiqiy inson ekanligini his qilib, uning bo'lgan hurmatim qo'zg'aldi. Men bu yerda yarim yilda ishlagandan keyin buni qisqacha tariximga alohida qilib yozdim va uni nurg'un yerlarga avatishga boshladim. Ya'ni idoralar va shirkatlar ko'rishib beqish taklif qilishdi. Hey mening tantakligim. Men ulardan meni xizmatga olganlik uqtirishni olmay turibla, alaylimi bu balani deb o'ylayotgan chaqda, men chet ellik o'quvchi, menga xizmat vizasi berib bermasang bo'lmaydi deb qochirib qo'yibman emasmi? Bala kichik ishdan oltin rangida degan shuda. Bu ishdan savoq oldimda, yana bir qitimliq fursatda o'zimning salohiyatini ig'izga olmadim. Bir shirkat menga meni xizmatga qabul qilish xatini avatgan, men uni qabul qildim degan imzoni yezib ularga qaytargandan keyin hamda men haliqi praktika qilish uchun olgan vaqtdan foydalanib bir necha oy bu shirkatda ishlab ularning ko'ziga issiq ko'ringandan keyin ondan ularga o'zimning xizmat vizasi yordamga muhtoj ekanligimni aytib, ularni dastlabda hang-tang qoldirgan bo'lsam, bu chiqimlarning hammasini o'zim ustimga olaman deb xush qildim, xotirjam qildim. Chunki ular 20 necha xizmatchisi bor kichik shirkat bo'lib, men tunji chet ellik xizmatchisi ekanman ularning. Men hozirmi mening 2000-yili yiliga $45,000 maosh va boshqa qo'shimcha paravanligi va butun kunlik rasmiy xizmatni tepishimda Anni Chekijan degan ayol bilan ishlagan 6 oylik xizmat tajribamni muhim rol o'ynadi deb qarayman. Rahmat. Mazkur yozma 2011-yil yozilgan.